Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede sıdağa görüyoruz. Washington'dan sözlemiz, bugünkü islagış kime? 24. yıl. 2. ayının 26. günü vatandaşım. Bugünkü olayda vaziyet neymi deysiniz? Rongyan'ın nazari deyimiz bir obzorcu var. Xitay demokratiyavizi. Aktif, davamlı sizlerge misal kılıp keltirivatımız. Nakil elip görüstüvatımız. Bugün tuyuksuz bir haber verdi. Bunu da ben üzemmü, hayransız mı anlap bakın. Belki kögensiz bunu torbette. Ne mi deydin? Amerika alayda hareket kısımları. Cin men aralada koroluk çıktı. Tayvan boğazı vaziyeti partlaşalığa geldi. Mavzuluk video film 2. ayının 26. gün YouTube'da ilan kılın. Bunu da ispatlaşımız gerek. Yani bir kança torbetleri video film işligisiyle bunu tekrarlaşık gerek. Tuyuksuz muşu balıdan çıktı bu haber. Muşu adamdan haber bulup. Hazır gerçi Amerika Koşmuş Ştatlarının alayda kısımları, hareket kısımları cinmin arlığa mesela Funho takım aralları deyimiz, Mazu aralları deyimiz, cinmin arıl deyimiz. Bu üç aral esil Tayvan'ın iqtidarçılıqıdaki arallar. Yakında xabarımız da bu aralda vaka yüz berdi. Mesela cinmin aralada bir kater, bilikçiler parxotu değildi, bilikçiler kemisi değildi. Büsüp Tayvan təbəliği. Yani egelik, hukukluk bir devletin təbəliği büsüp girdi. Bu vaka peyda kıldı. Çünkü bir yerde cöngoluk iki bilikçi öldü. İki bilikçini denizden kutkuzup kaldı değil. Hazır bu iki bilikçi cöngol işinin iki kısmı da merkezli televizyon yüzbegen atalmış vakalarını sözde hazır cöngol halkı teşvikat, tergibat edip berivatıdı. Muşundaq ahvalda hazır bugün cinmin aralığa Amerika Koşmuş Ştatlarının alayda hareket kısımları kirip geldi. Ameliyatda bilikçiler kimisi, bilikçiler katiri ve parxotu degen gepler qoruq gep iken hazır şu yerini makanını toluq biladigan hanzuğu. Yoki muşu Xitoy obzorchilarning aytishicha da bilik tutish ro'yini emasga vatandosh ko'rdingizmi? Onun üstüne sen haydigen katır, bilikçiler katır deydigan qaydı var. Bu kimi bilen, kolbaq bilen bilik tutadigan gep. Katır deydigan işmi yok. Şuna bunu Cungo Kompartiyası cinmin aralarında atay. Tayvan'a karşı kozgadı yoki özü şunda hücum kıldı Tayvan'a. Hücum değil, büsüp girdi bir katır bilen hesapta. Yani şu vaxtıda tügüdü vaka ahırlaştı. Endi bugün günü kelgende azı Amerika Koşmuş Ştatlarının alayda hareket kısımları cinmin arlığa kirip geldi deydi. Bunu bugün ertesi yani qanday haber keldi? Bunun hakikaten Çin yoki rastda haber yoki hep kaçta gap ekanligini şu vaqtda izohlaymiz vatandoshlar. Anda arlıqda yani bir haberni qistirib o'tib birdan unutib qo'ymasa Tunugünme Yaponiya, Tayvan GDN yoki Tayvan Android ishlab chiqaruvchi zavodlarning Yaponiyaga kirib zavod qurishini qarshi oldi. Buning uchun Yaponiya 700 milyard dollar debdimi emas. 700 milyard dollar emas, 700 milyard Yaponiya yeni. Bunun qimmatini dollarga sundiganda 400 milyard dollardan ortiqroq bo'ladi ekan. Shu xato ketib qolibdi. Tuz deb anlag'an vatandoshlar. Hem de yana bir haber deymiz. Amerika Avrupa İttifaqı birleşip hareket qilishga o'tdi. Mesela Tayvanni yo'q qilib besimli siyoset ishlatib qurollantirishga boshladi. Mana bu gap aniq bo'linib kelganda mana bu gap. Hozir Avrupa İttifaqı Amerika ko'ngil bo'lganda Tayvanda urush bo'lish mumkin. Tayvan bo'g'izida Tayvanning harbiy kuchini oshirish jihatda Avrupa ile Amerika bir niyetga kelib, hem de siyasetni aytib yo'q qilib siyaset bilan Tayvanni qurollantirishga boshladi deydi. Men turgan aytganligi zambirak o'qi degan o zambirak o'qi emas-ku vatandosh, o raketa ekan. Hozir Tayvan shundoq raketani ishlab chiqarishga kirishdi deydi.
Hozir ikki davlat hisobida Yevropa ittifoqi Amerika Qo'shma Shtatlari bayonot e'lon qilib Tayvanni qurollantirishga boshladi. Amerika qattiq pozitsiya bildirdi. Jungoning xarajlarga qarshi turdi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi urushga tayyorlik qilishdi. Qadamma-qadam o'rilishga boshladi. Umid sadosi 2-26 YouTube. Amerika Yevropa ittifoqining bayonotida Tayvan bo'g'izning muqimligi va muqimlikning muhimligi ta'kidlandi. Bir azaldan ta'kidlab kelyapti. Amerika ve Yevropa ittifoqi g'arb lagerida bu azaldan ta'kidlab kelayotgan masala, masalan Tayvan bo'g'izning muqimlik va buni saqlashning o'zi muhimligini vatandoshlar. Bugün bu iş yüzbedi. Andi yana bir iş hazır. Tuyuksuz geldi deyimizmi? Yoki tayyorligi bormi? Biz sizlarga so'zlab kelyapmiz. Ukraina, Rossiya, Ukraina hazır to'liq bo'lmagan ma'lumotlarga asoslanganda Rossiya tajovuz qilib, Ukraina qarshilik ko'rsatdi. Bu urushda Ukrainaning 31 ming nafar askari qismining chiqim bo'lganligi, andan Rossiyaning 400 mingdan ortiq askeri qismining chiqim bo'lganligi o'tgan so'zlaganda 400 mingdan ortiq ikki tarafdan deb ekanmiz. Xabar shunday kelgan edi. Tuzilgani bo'yicha hozir Rossiya armiyasining chiqim bo'lishi 400 mingdan ortiq, Ukraina armiyasining chiqim bo'lishi 31 mingdan ortiq shunday ekan. Bugunlardan kelgan bu xabar nima desangiz, Prezident Zelenskiy Rossiyani o'zi ichiga elishi mumkin bo'lgan tinchlik planiga umid borlik bilan qaraydiganligini bildirdi. Demak, bu ish Rossiya orliqda bir necha qatim o'tirib qo'ydi. Tinchlik plani, urushni to'xtatish, suhbatga o'tirish deganlarni. Uning o'zimi quloq solmadi, boshqa hech kimga quloq solmadi. Bugun tuyuqsizlar Prezident Zelenskiy Ukraina tinchlik plani, yoki bu tinchlik planini o'tirib qo'ygan davlat Shvetsiya. Shvetsiyaning plani ekan bu yuqori darajalikda suhbat o'tkazish, ya'ni Rossiya o'zining vakillarini avatish, buni da yermak. Tashqi ishlar ministri Ukrainaning Zelenskiydan keyin so'zlabdi, dediki, bizning bu suhbat planimiz faqat Ukraina o'tirg'i qo'ydigan tinchlik plani. Ya'ni Ukrainaning talabi bo'yicha diplomatik tashabbusdan hergiz voz kechmaymiz dedi Zelenskiy. Endi yermak Ukrainaning chet el sheriklari Rossiyani bu yuqori darajaga qatnashishga taklif qilishni qarshi olamiz. Ukraina o'tirib qo'ygan shartlar bo'yicha Rossiyaning tajovuz qo'shinlarini chekindirishni, muhokama qilishni qarshi olamiz. Endi buning Rossiya tarafdan qanday inkas qaytarganligi to'g'risida xabar yo'q. Yermak yana mundaq dediki, vaziyat o'ttirg'i chiqishi mumkin. Bundaq vaziyat o'ttirg'i chiqishi mumkin. Masalan, yuqori darajalikda Shvetsiyaning tinchlik plani, Rossiya vakillarining bu yig'in qatnashtirilishi degandek. Bundaq vaziyat o'ttirg'i chiqishi mumkin. Biz o'rtoqlashib Rossiyaning vakilini yig'in qatnashishga, tinchlik plani yig'ini qatnashishga taklif qilamiz dedi. Biz ham planimizni ularga topshiramiz. Ya'ni Rossiyaga Ukrainaning planini ham ularga topshiramiz. Bu tajovuzchi davlat vakillari shu vaqtda o'zining urush to'xtatish xiyoli yoki fikri borligini chin ko'ngildan xohlaydigan bo'lsa, urush shu to'xtaydi. Bu Yermak Ukraina tashqi ishlar vaziri Yermakning so'zi, vatandosh bundan bir tuyuqsizlik deymiz hozir, mayli nim bo'lsin, tinchlik urush to'xtatishni bo'ladigan bo'lsa, Ukraina uchun yaxshi, Rossiya uchun yaxshi, dunyo uchun yaxshi vatandosh. Prezident Joe Biden Tayvanga tayinib, Sharqi Osiyoda qurol-yarog' bilan ta'minlash liniyasi qurmoqchi bo'ldi. Bevosita suhbat. Bu ish bevosita Jungoning raisi Xi Jinpingga qaratildi. 2-26 halqalaq paytlar. Demişkanda tüngün hazır dedik ha. Mesela Yaponiya Tayjidiyan bu zavodni Yaponiyaga olib borib qurishini talab qildi. Pul chiqadi, naq pul chiqadi, boshlandı bu degan gap.
Endi bunu hazır Amerika şundaq qildi dedi. Mesela şundaq dedi. Prezident Joe Biden hem de Tayvan tecrübesinden paylanıp Şarkı Asya'da harbiy qural yaraq bilan ta'minlash liniyasi qurmoqchi bo'ldi dedi. Mümkün qarışalımız. Çünkü Yaponiyada zavod qurdi ekan bu ish tuttu. Prezident Joe Biden agar shuna qaror qilgan bo'lsa, qarışalımız. Çünkü bu rayonda bir tahdid, Cumhuriyet Kompartiyasının tahdidi. Bir de Yaponiya, bir de Amerika emas, etrafdagi bütün devletler, hatta O'rta Osiyoga bir de tahdid. Bu tahdid Cumhuriyet Kompartiyasının tahdididir vatandaş. Bunda tahdidga Amerika Qo'shma Shtatlar qarshi albatta, Yaponiya qarshi albatta. Hozir bekargan xabarda endi burun shunday ishlar yuz bergan bo'lmasdan Yaponiya podshosining tug'ilgan kunini xotirlash degandek. Bugun endi Tayvanda turishliq Yaponiya vakolatxonasi da'vat o'tkazilganmi yoki shunday hozir prezident Lai Ching-te yangi saylangan anda prezident Tsai Ing-wen hozir vaqt to'shmadi 5-ayning 20-kun to'shidi bu ishga Yaponiya podshosining tug'ilgan kunini xotirlash murosimiga qatnashibdi. Bu endi Jungoning yag'riga tegadigan gaplardan vatandosh. Endi hozirgi bugungi sizlarga so'zlaydigan vaziyatimiz mushunchalik vatandoshlar.